Taniqli bo'lgan va ko'plab odamlarning sevimli aktyoriga aylangan Yevgeniy Margunov filmlarda kulgili rollarni o'ynagan bo'lsa-da, hayotda o'zini baxtsiz his qilgan. Uyam yetmagandek kasallik tufayli vrachlar oyoqlarini kesib tashlashmoqchi bo'lishgan, ammo Margunov bunga rozilik bermagan. Margunov 60-yillarda katta shuhratga erishadi. U o'sha paytda rejissyor Leonid Gaydaning bir nechta filmlarida ishtirok etgan. Siz uni Operatsiya E, Shurikning sarguzashtlari yoki Kavkaz ashirasi kabi filmlarda ko'rgansiz. Margunov filmlarda kulgili rollarni o'ynagan bo'lsa-da, hamkasblari u bilan birgalikda filmda ishlashni yoqtirishmagan, chunki uning xarakterini og'ir va kutilmaganda aqlga sig'maydigan qarorlarni qabul qilishi mumkin deb ta'rif berishgan. Bir kuni teatrga u endigina yangi xodim, ya'ni oddiy aktyor bo'lib ishga kirganida, teatrga o'sha paytda Sovet davrida yuqori lavozimlarda ishlaydigan davlat arboblari Molotov va Kaganov teatrga rasmiy tashrif buyurishadi. Margunov o'sha paytda koridorga tasodifan chiqib qoladi va davlat arboblarini ko'rib qolib, ularning oldiga borib, "Men shu teatrning badiiy rahbariman" deb o'zini tanishtiradi. Margunov davlat arboblari bilan kamida yarim soat suhbat olib boradi va rahbar sifatida teatrni tanishtiradi. Suhbatining oxirida Yevgeniy Margunov davlat arboblariga qarab, teatrning yangi yosh xodimlarni qo'llab-quvvatlash kerakligini va ularning oylik maoshlarini oshirish kerakligini aytib o'tadi. Davlat arboblari yangi xodim, yosh aktyor Margunovning gaplariga ishonishadi, chunki Margunovning jiddiy ko'rinishi va uning salobati uning rahbar ekanligiga hech qanday shubha qoldirmasdi. Aytishlaricha, o'sha voqeadan keyin teatrning yosh aktyorlarining oylik maoshi oshgan ekan. Aytishlaricha, u restoranlarga borgandan keyin, ovqatlanib bo'lganidan keyin ofitsiantlar hisobni berish uchun uni oldiga borishga qo'rqishgan. U ofitsiantlarga maxsus xizmatda ekanligini aytib, o'zini guvohnomasini ko'rsatgan va shu restoranga kelgan boshqa bir odamni kuzatayotganligini aytib o'tgan. Margunovning ikkita farzandi bo'lgan Anton va Nikolay 1998-yilda Nikolay ismli farzandi moshlarni boshqarayotgan paytda uxlab qoladi va avtohalokatga uchrab vafot etadi. Aynan o'g'lining vafoti Margunovga juda qattiq ta'sir ko'rsatadi va uning sog'lig'i yomonlashib ketadi. Aytishlaricha, aktyorning o'g'li avtohalokatga uchragan paytda Margunovning o'zi o'sha joyga borib, o'g'li vafot etgan mashinaga soatlab qimirlamasdan termilib turgan. Margunov diyetaga amal qilmay qo'yadi va ichishni boshlaydi. Natijada uni sog'lig'i yomonlashadi. Sahrni diabet kuchayib ketadi, u ortiqcha vazn oladi va sochlari to'kilib ketadi. O'g'lining vafoti Margunovga juda ham qattiq ta'sir ko'rsatadi va natijada sahrni diabet kuchayib ketadi. Uning oyoqlari ishib ketadi, hattoki filmdagi syomkalarga u oddiygina tuflini kiya olmasdan oddiygina tapochkalarni kiyib borishga majbur bo'lgan. Hayotining so'nggi kunlarida Yevgeniy Margunov haddan tashqari ozib ketadi, hattoki uning yaqin insonlari uni tanimay qolishadi. Aktyor tromboz, ikkita infarkt va insultga chalinadi va 25-iyun 1999-yilda ikkinchi marta insultga chalinadi va 72 yoshda bu dunyoni tark etadi.